Assalomu alaykum, men doktor Boboy. Bugun sizlar bilan galitoz, ya'ni og'iz sachishlari sababi va uning davolash yo'llari haqida gaplashib o'tamiz. Ko'pchilik insonlar ertalab uyg'ongan paytda og'zi sasigan holda, og'zidan sassiq hid kelgan holda uyg'onadi va kun davomida kimlarni bezovta qiladi bu og'iz sasishi. Xo'sh, asli sababi nimada og'iz sasishning sababi? Ma'lumki, ingichka ichaklarimizda bizda butun ovqatlarning, oziq ovqatlarning so'lish jarayoni sodir bo'ladi. Ya'ni o'sha parchalangan ovqatlardagi oqsil yog' uglevodlar so'lish jarayoni sodir bo'ladi. So'rilgandan qolgan qoldiqlar ingichka ichakdan ko'richak sohasiga o'tadi. Aynan shu ingichka ichak va ko'richak sohamizda bizda klapan bo'ladi. Ileosekal klapan yoki bo'lmasam ileosekal sfinkteri bo'ladi. Bu sfinkter vazifasi ingichka ichakdagi ovqat qoldiqlarini yog' ichakka o'tkazib berish va yog' ichakdagi axlatni orqaga o'tmaslik, ya'ni ingichka ichak o'tkazmaslik vazifasini bajaradi. Normalda bu sfinkter bir taraflama harakat qiladi. Ya'ni ingichka ichakdan yog' ichakka qarab harakatlanadi. Agar aynan shu sfinkterning funksiyasi buziladigan bo'lsa, yog' ichakdagi axlat qoldiqlari ingichka ichakka o'tadi, ingichka ichakka o'tib qonga so'riladi va butun tanaga tarqaladi. Endi butun tanaga tarqalgandan keyin tana tabiiyki bu toksinni kamaytirishga harakat qiladi. Qanday qilib kamaytiradi? Birinchi navbatda suyuqlikni ushlab qoladi. Suyuqlikni ushlab qolish natijasida toksinning miqdori konsentratsiyasi kamayishi hisobiga organizm o'zini zararsizlantiradi. Ikkinchi yo'li esa organizm bu toksinni teri orqali va nafas yo'li orqali chiqarishga harakat qiladi. Natijada bemor butun tanasidan va og'izlardan sassiq kelib turadi. Endi bunday bemorlarda og'iz sachishdan tashqari yana bir qancha belgilar uchrashi mumkin. Xo'sh, bunday bemorlarda yuqorida aytdik, suyuqlik ushlab qolinadi dedik. Demak, bemorlarda bo'ladi qo'shimcha ravishda yana bosh og'riqlari, bosh aylanishi, quloq boshda ko'chib turadigan og'riqlar, quloqda shovqinlar, bo'yni qayrishga qiynalish, bo'yin sohasidagi og'riqlar, yelkalarda, ayniqsa o'ng yelka sohasida og'riq, keyin ko'zni doimiy ravishda ko'z atrofini qorayib turishi, keyin tez-tez burun atrof bo'shliqi, ya'ni gaymaritni takrorlanib turishi, yurak sohasidagi og'riqlar, yurak urib ketishi, ko'krak qafasidagi og'riqlar, bo'g'imlarda ko'chib turuvchi aldamchi og'riqlar. Ya'ni bir kun bir tizzamiz, ertasi kun boshqa tizzamiz, uchinchi kun boshqa bir bo'g'imimiz og'rib turishi va kunning ikkinchi yarmida bo'ladigan yuz sohasida va qo'llarda shishlar bo'lishi kabi qo'shimcha belgilar bo'ladi. Qo'shimcha simptomlar uchraydi. Buning sababi yuqorida aytdik, tanada suyuqlik ushlab qolish natijasida, butun o'sha bo'shliqlarda shish bo'lish natijasida yuzaga shunaqa belgilar uchrashi mumkin. Xo'sh, bu ileosekal klapanning funksiyasi ikki xil yo'lda buziladi. Ya'ni ochiq ileosekal klapan sindromi uchraydi va yopilgan ileosekal klapan sindromi uchraydi. Xo'sh, ikkalasi ham yuqoridagi belgilar uchraydi. Faqat ochiq ileosekal klapan, ya'ni og'iz sasishi bilan bo'ladigan ileosekal sindromda yuqorida aytayotgan shikoyatlar odatda kunning ikkinchi yarmida bemorni bezovta qiladi. Yopiq turdagi ileosekal klapanda, ya'ni klapanning ochilish funksiyasi buziladi. Yuqorida aytayotgan belgilar bemorni uyqu payti bezovta qiladi. Shuning uchun bunday bemor uzoq yota olmaydi. Erta tongda turib ketadi. Bosh og'rig'idan va yuqorida aytayotgan quloqda shovqinlar bilan yoki shishlar bilan ertalab tong saharda uyg'onadi. Uzoq yota olmaydi, uxlolmaydi. Xo'sh, buning o'zi asli sababi nimada? Nima uchun ileosekal klapan funksiyasi buziladi? Asosiy sababi bu nerv sistemasi birinchi navbatda, ya'ni bizning ixtiyorimizga bog'liq bo'lmagan adashgan nervlar shuni asosiy sabab bo'ladi. Ikkinchi sababi yeyotgan ovqatlarimizga bog'liq. Masalan, spirtli ichimliklar, kofedan, ya'ni kofein saqlovchi kofe, kola kabi mahsulotlar va hali pishib yetilmagan meva va sabzavotlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, bu klapanning funksiyasi buziladi va yuqorida aytgan belgilar yuzaga keladi. Xo'sh, qanday davolash kerak? Demak, uni davolash uchun ileosekal klapan o'zi qayerda joylashgan, shuni bilib olishimiz kerak. Ya'ni kindigimiz va tos suyagining oldingi o'sig'i sohasida taxminiy chiziq o'tkazadigan bo'lsak, pastki 3dan 1 qismida ileosekal klapan joylashgan bo'ladi. Xo'sh, ileosekal klapan, aytdik, klapan bir tarafga, ingichka ichakdan yog' ichakka qarab ochilyapti. Shu holatda bo'lgandan keyin biz bu klapanni yopishimiz kerak. Ya'ni tepangi chap yelkaga qarab, tepaga qarab ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Qo'limizni barmoqlarni chuqurroq kirgizamiz, aynan shu sohaga va tepaga qarab ko'targan holda 3 minut davomida ushlab turamiz. 3 minut degan sababi ichaklar 3 minutdan keyin ichaklardan miyaga signal boradi va miya aynan shu soha bilan shug'ullanadi hamda klapanni yopib beradi. Ikkinchi yo'li yana bir anaqasi xlorofil moddasi, o'sha
ko'katlarda bo'ladigan xlorofil, o'simlikda bo'lgan xlorofil aynan shu klopani yopish xususiyatiga ega ekan. Shuning uchun ko'proq ko'katlarni iste'mol qilishni ham tavsiya qilamiz. Kanalimiz ma'lumotlar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.